Yoshim 31da, oila qurganimga 3 yil bo'ldi. Hali farzand bo'lmadi. Demak, bugungi planimizda 4-operatsiyani boshlaymiz. Operatsiya Marmara. Ikki tomonlama varikatsiyali tashxis qo'yilgan. O'ng tomonda 2-darajali, chap tomonda 3-darajali varikatsiyali bor. Bemorimizda 3 yildan buyon displodiya, farzandsizlik muammosi, varikatsiyali sababli urug' foizi tushib ketgan va morfologiyasida o'zgarish bor. Demak, xudo xolasa muammoni hal qilamiz. Bemorimizni yaxshi natijalar kutib qolamiz. Mahalliy og'riqlantirish ustida operatsiyamizni olib boramiz. Bemor hech qanaqa og'riq sezmaydi operatsiya jarayonida. Bir tomoniga o'rtacha 20 minut, yarim soat, ikki tomonlama bo'ladigan bo'lsa 40 minut, 1 soatcha vaqt ketadi. Marmara usulini eng asosiy joyi mikroskopda ishlanadigan yer hisoblanadi. Nimaga? Chunki biz olayotgan tomirimiz bu arteriyami yoki venami yoki limfami, buni aniq ajratib olishimiz kerak. Ertaga qo'shimcha asoratlar bo'lmasligi uchun. Biz qiladigan operatsiyamizda doim bemorlar foyda olishi kerak, hech qachon ularni zarariga ishlashi kerak emas. Agar oddiy usulda, eski usullarda mikroskopsiz operatsiya qilinadigan bo'lsa, arteriyalar zararga yetib qoladigan bo'lsa, agar urug' foizi ko'tarilishi o'rniga battar tushib ketadi. Yokida limfa bo'ylab ketiladigan bo'lsa, agar keyinchalik gidratsiyalik kasallik rivojlanadi, ya'ni tuxumlar shishib ketadi. Shuning uchun shunaqa muammolar bo'lmasligi uchun mikroskopda zamonaviy Yevropa standartlari usulida operatsiya jarayonini amalga oshirish kerak bo'ladi. Mana operatsiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Xudo xolasa 45 minutda ikki tomonlama varikatsiyalar amaliyotini o'z yakuniga yetkazdik. Bemorda og'riqlar kuzatildimi? Yo'q. Hech qanaqa qo'rqish kerak emas, kasallikni ortga surish kerak emas. Moyaklar to'q qurib qolguncha, gipoplaziya berguncha bu kasallikni surunkali ravishda nimadandir qo'rqib olib yurish shart emas deb o'ylayman. Bemor o'z oyog'i bilan kirdilar, o'z oyoqlari bilan operatsiyadan chiqib ketadilar, xudo xolasa. Hozir operatsiyani tugatishdi. Umuman og'riq sezmadim. Hamma yaqinlarga, yo'q do'stlarga tavsiya qilaman. O'rtog'im orqali keldim bu yo'lga. O'rtog'im effekt olgani uchun, natija olgani uchun o'rtog'im tavsiya qildi. Mana keldim. Doktorlarga kattakon rahmat. Juda bir qo'lligi yengil ekan. Umuman og'riqsiz, sog'lom. Oyog'im bilan kirib, yurg'izib chiqarib olishyapti. Rahmat kattakon. Yoshim 31da, oila qurganimga 3 yil bo'ldi. Hali farzand bo'lmadi. Do'stlarim, yaqinlarim tavsiya qilgani uchun kelib mana operatsiyadan o'tdik. Inshaalloh hamma narsa Xudodan. Xudo xolasa sababchi shu doktorlar bo'lib qolsa xursandman. Rahmat kattakon. Sog'lommiz, turdik, uyga ketyapmiz. Rahmat kattakon hammalarga.